Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Uhud urushining oyoqlashganligi va uningdagi hikmatlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Uhud urushi bilan Ahzob urushi oralig'idagi lashkariy harakatlar. Uhud urushidagi mag'lubiyatning siyosiy va ijtimoiy ta'siri musulmonlarga nisbatan intayin yomon bo'ldi. Ularning kishilar nazaridagi g'olib o'rni e'tibordan saqit bo'ldi va el qalbidagi dabdaba haybati quruq davoga aylanib qolay dedi. Ichki tashqi qiyinchiliklar kun sari eshib bordi. Qisqasi, Madina shahri xavf-xatar ichida qoldi. Bu vaqtga qadar uvusida jim yotgan yahudilar va ularning shaykillari bo'lgan munofiqlar, hatto badaviy qaroqchi arablar yana oshkora dushmanlashish maydoniga o'tdi. Ham har qaysi o'z oldiga harakat qilib, musulmonlarga tegish qilmoqchi bo'ldi. Hatto ba'zilarining texmo xo'riki o'sib, mo'min musulmonlarni taltukus yo'qotmoqchi va tüp yildizni quritib tashlamoqchi bo'lishdi. Bu urushqa 2 oy bo'lmay turib, Bani Asad qabilasi Madinaga hujum qo'zg'ash ko'yida bo'ldi. Orqadilla Azli, Qora qatorli qabilalar til biriktirib, Hijriyaning 4-yili safar oyida bir suiqasd planlab, sahobalardan 10 kishining o'ldirilishiga sabab bo'ldi. Mushu oyning o'zida yana Banu Amir qabilasi cho'ng bir suiqasdchilik harakati ilib berib, biroqla 70 sahobaning echinishlik o'ldirilishini keltirib chiqardi. Bu vaqa tarixda Bi'ri Mauna fojiasi deb ataldi. Bani Nazir Yahudilari mushu jarayonda musulmonlar bilan izchil adovatlashib va o'chakishib turdi. Hatto shu yili Rabbiyul avvalda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'ldirishni maqsad qilgan bir suiqasd planladi. Banu G'atfon qabilasining xo'rigi usib, mushu yili yani Hijriyaning 4-yili Jamadiyal avvalda Madinaga hujum qilishga tayyor bo'ldi. Qisqasi, musulmonlarning el nazirdagi g'olib o'rni Uhud urushi qo'ldan ketgan bo'lg'ashqa, ular Madinada har tarafdan xavf-xatar o'qiga nishon bo'lib qoldi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashu jiddilashib ketgan vaziyatga qarata qo'llangan dona tadbirlari va yurgizgan to'g'ri siyosatlari xavf-xatar kulangilarining bahayvat to'lqinlarini qaynagan qozonga suv qo'ygandekla pasaytmoqda va musulmonlarga qaytadan ustunlik va g'alaba nusrat ato qilmoqda edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu haqda olgan tunji qadami Hamraul Asadda qo'zg'agan qo'g'lab zarba berish harakati bo'ldi. U bu harakat orqali musulmonlar qo'shinining nom shuhratini zo'r darajada qo'g'dab qoldi va ularning siyosiy hayvasini asosiy jihatdan asliga keltirib, yahudilar va munofiqlarni sarosimiga qoldirdi. Orqadilla bir qancha harbiy harakatlarni qo'zg'ab, musulmonlarning sha'nu shavkatini qaytadan tikladi, balki texi ilgarigidan zo'r darajada yuqori ko'tardi. Uning tafsilotini tuvandagi qurlardan ko'rib olg'aysiz. Abu Salima qo'shini Uhud urushi tragediyasidan keyin musulmonlarga qarshi harakat ilib borganlarning tunjisi Asad ibn Xuzayma jamoati bo'ldi. Madina taraf egilgan axborotdan qaraganda, Xuvaylidning 2 o'g'li Talha va Salmalar o'z jamoati Asad ibn Xuzaymadan va boshqa jamoatlardan odam tashkillab, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarshi atlanganligi ma'lum bo'ldi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam darhol harakatga kelib, muhojir va ansarlardan bo'lib 150 qo'shin tashkilladi. Qo'shinga Abu Salma roziyallohu anhuni amr qilib tayinlab, uningga bir tug' qadab berdi. Ya'ni Asad qabilasi o'z tavalligidan qo'zg'alg'ucha Abu Salma qo'shini bostirib berib hujum qo'zg'adi. Bani Asad xalqi to'lumdan to'qmoq chiqqandek, ushtumtut yuz bergan bu palay ofatdan aloqzoda bo'lib, tengirqab taraf-tarafga chechilib ketdi. Musulmonlar ularning nurg'un to'yga qo'y chorvalarini g'animat elib, omon-eson Madinaga qaytdi. Arada urush yuz bermadi. Bu qo'shin Hijriyaning 4-yili Muharramning Hilal, yangi iyi ko'rilgan kunlarda avatilgan edi. Qo'shin qaytib kelgandan keyin
Əbu Səlmə raziyallahu anhu'nun Uhud urushida yaralanğan jarahati yamanlaşıb ketib, uzaq ötmey ölüb ketdi. Abdullah ibn Anis yürüşü. Muşu ay, yani Hicriyenin 4. yılı Muharrem'nin 5. günü Halid ibn Sufyan Yüzəli'nin musulmanlarga qarşı qoşun toplavatqanlığı doğrusidiki xəbər Mədinəyə yetib gəldi. Şuna Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Anis raziyallahu anhuni onu ucuqtırıb etişkə əvətdi. Abdullah ibn Anis raziyallahu anhu yolğa çıxıb 18 gündən keyin, yani Muharrem'nin 23. günü şənbə Mədinəyə qayıtıb gəldi. O vəzifəsini muvaffəqiyyətli orunlab, Xalidni öldürüb, kalısını birgə elib gəlgən idi. O Xalidnin başını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin aldığa taşlayıb idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunğa bir hassa tayaqni berib. Bu qiyamət günü ikimizin otursidagi tunuşuş belgisi bolsun, dedi. Abdullah raziyallahu anhu bu hassını saxlab yürüb, ömrü axırlaşqanda varislərə bu hassını cəsdi bilən dəfn qilishqa tavsiya qildi. Raci' vaqası. Muşi yılı, yani Hicriyenin 4. yılı Səpər ida Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin yeniğa Ərəblərinin özəl və qara qəbillərdən bulub bir türküm kişilər gəldi. Onlar özlərinin musulman bolğanlığını bildirişib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən onlarga dini təlim beradigan və Qur'an oquşunu ögütüdigan adam qoşub qoyuşunu ötündü. Şuna Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarga 6 nəfər, İbn İshaq rahimehullah'ın rivayetində və Sahih Buxarıda 10 nəfər kişini qoşub qoydu və onlarga Mirsad ibn Abi Mirsad G'anavi raziyallahu anhuni, İbn İshaq rahimehullah'ın rivayetində və Sahih Buxarıda Asim ibn Sabit raziyallahu anhu, Ömer ibn Xattab raziyallahu anhu'nun qiynatisini əmr qilib təyinledi. Ular məzkur dəvət pidailərini elib, Raci' Hicaz təbəligidəki Rabi' bilan Ciddə aralığında bulub, Yüzəyil qəbiləsindəkilərinin su mənbəsinin namı idi. Şu yerге barğanda birdilla niyetini buzub, Yüzəyil qəbiləsinin Bəni Lihan aymıqını bularını öldürüşkə çaqırdı. Şunun bilan onlardan 100 quralliq adam chiqib, pidailarning iziga tushdi va iz qo'g'lab kelib, oxiri yetishib olib, ularni qo'rishib oldi. Pidailar bu chaqda egiz bir qiyoqqa chiqib oldi va hiyli shiltib, agar taslim bo'lib qirdan tushsanglar, sizlardan bir odamni o'ldirmaslikka ahd paymon beramiz, deyishdi. Bu chaqda pidailar boshlig'i Asim ibn Sabit raziyallohu anhu mushriklarning ahdisiga al bo'lib, qirdan tushmay qarshilik bildirgan edi. Ular qirni o'qqa tutib musulmonlardan 7 kishini qatl qildi. Faqat Jubayb raziyallohu anhu, Zayd ibn Dasna raziyallohu anhu va yana bir odamlar qoldi. Düşmanlar yana bir qitim nayronvozlik qilib, ularga qattiq ahd va paymon bergan edi. Bu 3 kishi ularning oldiga tushdi. Lekin bu mushriklar ularga bergan ahd va paymonlarini cho'rib tashlab, ularni yachaq zayleri bilan çemberçes bağlab etdi. Bu çağda yiliqi 3-cü kişi, mana bu əhdida turmağanlıq olmay nima deb mangılı onmedi. Müşriklər bu kişilərini urub, düşkənləb, söyrəb minishqa zorlağaydı, o ularının tələbiga könmedi. Şunun bilan bu kişini qilişlab öldürüb etib, Xubayb və Zayd ibn Dasina raziyallahu anhumanı haydab ketdi. Keyin ularni Məkkəyə apırıb qullar bazarda satdı. Bu iki əzmət Bədri uruşida Məkkiliklərinin yuqarı qatlam əməldarlarından bir qançını dozaqqa uzatqa idi. Şuna ular Xubaybni setib elib onu həbsiga aldı. Anın xeyli uzaqdan keyin onu hərəmnin içidən, hərəmnin sırtidagi Nənim degan joyga elib chiqib darga asmoqchi bo'lib edi. Xubayb raziyallohu anhu: "Mening put qo'limni bo'shtatsanglar, men 2 rakat namoz o'qib olsam" dedi. Shuning bilan ular Xubaybni bo'shtib qo'yib qarab turishdi. Xubayb yengil qilib 2 rakat namoz o'qidi. Namozdan salom berib bo'lgandan keyin ularga: "Alloh bilan qasamki, agar men sizlarning o'limdan qo'rqib, namozni uzunga so'zdi deyishinglardan qo'rqsam edim, albatta uzunroq o'qigan bo'lardim" dedi. Va: "Ey Alloh, ularning sonini olg'in, ularning cho'ng kichik hammasini yo'qotgin, birini qoldirmag'in" dedi. Bu chaqda Abu Sufyan onundan: "Navoda biz Muhammadni sallallohu alayhi va sallamni
Tutup kelip sening o'rningda jazolasak, sen oilangga qaytib aman eson yashashni xohlamsan? deb so'ragaydi. Xubayb roziyallohu anhu keskin qilib, "Yo'q, Alloh bilan qasamki, men oilamga aman eson qaytib berish badaliga Rasulullohning bir tal tikkan bilan azor yeyishni xohlamayman" dedi. Shuning bilan ular Xubayb roziyallohu anhuni darga osdi va uning jasadini saqlashga odam o'rinlashtirib qo'yib Makkaga qaytishdi. Amru ibn Umayya Zamari kechilab kelib qarovullarga to'ydirmay Xubayb roziyallohu anhuning jasadini dardan bo'shtib elib tushib dafn qilibdi. Xubayb roziyallohu anhuni o'ldirish ishiga asosligi Uqba ibn Haris boshchilik qildi. Chunki u uning otasi Harisni Badri urushida o'ldirgan edi. Sahih hadisda mundaq deyiladi. Xubayb roziyallohu anhu o'ldirilish oldida 2 rakat namoz o'qishni tunji bo'lib sunnat qilib qoldirgan kishidir. Boshlar uning Makkada asirlikda turayotgan mezgilida yangi uzilgan ho'l uzumni yeyotganligini ko'rgan. Vaholanki shu kunlarda Makkada quruq xurmomi tepilmaydi. Ammo Zayd ibn Dasina roziyallohu anhuni Safvan ibn Umayya setilib otasi Umayya ibn Xalabning qisosi uchun o'ldiribdi. Quraysh doiralari Asim ibn Sabit roziyallohu anhuning qandoq odam ekanligini o'qib beqish uchun, chunki u Badrda ular tangdassiz polvon deb ataydigan bir kishini o'ldirgan edi. Uning biror a'zosini kesib kelishga odam avatdi. Shu an Alloh taolo Asim roziyallohu anhuning jasadiga bir to'p hasharat, seriq harlarni avatib, Quraysh elchilarini uning jasadiga yaqin keltirmadi. Shuning bilan ular quruq qo'l qaytishdi. Mushriklar Asim roziyallohu anhuni qirdan tushishga undaganda, u Alloh taologa mushriklarning qo'lini tutmaslikqa ahd bergan va uningga mushriklarni yaqin yo'latmaslikni tilagan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu uning ahvolini uqqanda, Alloh taolo bir mo'min bandasini hayot vaqtida muhofazat qilganidek, vafotidan keyin uni o'z panohida saqlabdi, dedi. Bi'iri Mauna fojiasi. Raji vaqasi yuz bergan oyning o'zida uningdimi eg'ir ham uningdimi ichinishliq yana bir fojia yuz berdi. U tarixda Bi'iri Mauna fojiasi deb ataldi. Vaqa mundaq yuz bergan edi. Shu kunlarda, ya'ni Nayzivazar podshohi deb nom olgan Abu Barroi, to'liq ismi Amir ibn Malik Bani Amir qabilasidan Madinaga kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishdi. Ko'rishish jarayonida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni musulmon bo'lishga da'vat qildi. U hozircha ta'xir qilganligini, ammo musulmon bo'lishni chetga qoqmaydiganligini bildirib, "Ey Rasululloh, ashablaringni Najda tarafga avatgan bo'lsang, ular ahli Najdni diningga da'vat qilgan bo'lsa, ularning musulmon bo'lishida umid bor edi" deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga taklif berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Men ularga Najda aholisining suiqasd qilishidan qo'rqaman" dedi Abu Barroi. "Xotirjam bo'lgin, men ularga boshpanoh bo'laman" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga 40 Ibn Ishoq rahimahullohning rivoyatida va Sahih Buxorida 70 odamni qitib yo'lga soldi va ularga Bani Soida oymiqining boshlig'i Munzir ibn Amru roziyallohu anhu o'lim uchun ozod qilingan degan nomi bor. Uni amr qilib tayinladi. Ular musulmonlarning eng yaxshilari, fozil solihlari va eng diyonatli qori Qur'onlaridan tarkib topgan edi. Ular yo'lga chiqib kunduzi o'tin terib sitib, ahli suffaning yemeklarini g'amlisa, kechasi Qur'on Karimni dars qilib muzokara qilishadi va namozda qiyamda turadi. Ular shu ravishda yo'l yurib, oxir bir kuni Be'iri Mauna va Bani Amir qabilasining zemini bilan Bani Sulaym vodisiga orliqdagi o'tanga kelib tushdi. Undan ular Haram ibn Milhan raziyallohu anhu, Ummu Sulaym raziyallohu anhaning qarindishidan Xudoning dushmani Amir ibn Tufayliga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maktubini avatdi. Mal'un Amir ibn Tufayl xatga qarabmi qo'ymay, bir odamni buyurib, Haram raziyallohu anhuning kayni tarafidan nayza urg'izdi. Haram raziyallohu anhu kaynidan urilgan nayzining oldi tarafidan qon bilan teshib chiqqanligini ko'rib, "Allohu akbar! Kabening Robbi bilan qasamki, men orzuyimga yetdim" dedi-yu seyrilib yiqildi.
Bu Xudoning dushmani Harom ibn Milhan raziyallohu anhuni shahid qilgandan keyin darhol chiqib Bani Amir xalqini Harom raziyallohu anhuning hamrohlari bilan urushishga chaqirdi. Lekin ular shu jamoatdan bo'lgan Abu Barroining panohligini ko'zda tutib, uning chaqirig'iga ovoz qo'shmadi. Mal'un Amir buning bilan to'xtamay, ya'ni Sulaymni jangga yordamga chaqirgaydi. Ulardan Usayya, Ra'il va Zakwan aymoqlari qo'zg'alib kelib, da'vat o'mikini qorishib oldi va ularni urushga majburlab qattiq jang bo'ldi. Musulmonlar tarafdan faqat Kayb ibn Zayd ibn Najjas raziyallohu anhudan boshqasi butunlay shahid qilib etildi. Kayb o'liklar orasida hayot qolgan bo'lib, xeyli uzoq umr ko'rgandan keyin Xandak urushida shahid bo'ldi. Shu kunlarda Amru ibn Umayya ibn Zamri bilan Munzir ibn Uqba ibn Amir shu atrofda musulmonlarning padalarini beqvatlatdi. To'satdan ular bir to'p yirtqich qushlarning ko'kda parvoz qilib kelib, bir joydan agib ketolmay qolganligini ko'rdi-da, ahvolni uqib beqish uchun kelib, Munzir mushriklar bilan tutishib qilib, oxir shahid qilib o'tildi. Amru ibn Umayya Zamri asriga tushib qoldi. Mal'un Amir Amru ibn Umayyaning Muzar jamoatidan ekanligini uqqandan keyin uning ko'kala chechini qirqib etib, onasi uchun ozod qilib qo'yibdi. Shuning bilan Amru ibn Umayya Zamra shu 70 qorining behuda baxtsizlikka yo'liqqanligidek og'ir musibat xabarini elib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yoniga keldi. Ularning bundaq biraqla yo'qotilishi musulmonlarga Uhud tragediyasini qayta eslatdi. Balki uningdimi og'ir qayg'u alamga batqizdi. Chunki Uhud urushida bo'lsa 70 mujohid oshkora jang maydonida botirona elishib martlarcha shahid bo'lgan edi. Ammo bular razillik, aldam xaltasiga tushib qilib, behuda ketib qoldi. Amru ibn Umayya qaytish yo'lda Qarqara degan yerdagi Koriz beshiga kelib, bir daraxt tubida soyidab o'ltiratdi. Bani Kilab qabilasidan notunish 2 odam kelib daraxt tubiga tushdi. Ular uxlab qolgandan keyin Amru ibn Umayya qarindoshlarimning intiqomini oldim deb o'ylab, ularni o'ltirib etib inib keldi. Aslida bularda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ularga yezib bergan amonlik maktubi bor edi. Amru buni o'qimagan edi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishib, yo'lda yuz bergan voqeani aytib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni meni to'lam to'lisin deb o'ltirib qo'yibsan dedi va shu kundan boshlab ularning to'limi uchun musulmonlardan va ittifoqdosh yahudlardan mablag' to'plashga kirishdi. Dal mushi ish Bani Nazir urushini qo'zg'ashning sababi bo'lib qoldi. Uning tafsilotini keyingi boblarda bayon qilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushi bir qancha kun ichida orqa-orqadan yuz bergan Roji va Beiri Mauna fojialari uchun qattiq qayg'urdi va og'ir azob tortdi. Hatto bir qancha kun ich pushig'ini bosolmay, o'z ashablariga suiqasd qilgan va aldab yo'qotgan ashu qabila va aymoqlarga duoibat qildi. Sahih Buxorda Anas roziyallohu anhudan naql qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Beiri Maumanada o'z ashablariga suiqasd qilgan Ra'il, Zakwan, Leyhan va Usayya aymoq jamoatlariga har kuni bomdod namozida 30 kundek duoyi qunut, duoibat o'qidi. U duosida: "Ey Alloh, Usayya jamoati Allohga va payg'ambarga osiylik qildi" deydi. Deyilgan. Shu orada Alloh taolo Qur'on Karimda oyat nozil qildi. Biz uni tilovat qildik. Xelidan keyin bu oyat amaldan qoldirildi. Qavmimizga yetkizib qo'yinglarki, biz Parvardigorimizga muloqot bo'ldik. Alloh bizdan rozi bo'ldi, bizmi Allohdan rozi bo'ldik. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bomdod namozida qunut, duoibat o'qishni to'xtatdi. Bani Nazir jangi Yahudlarga berilgan qaqshatquch zarba. Oldingi boblarda biz Yahudilar islom dinining Madina tuprog'ida yildiz tartqanligiga va muhojir musulmonlarning bu yerda yerlashib qolganligiga qattiq ochiq saqlayotdi va hasad o'tida puchillayotdi degan edik. Ammo ular musulmonlarga shuncha o'ch bo'lsa-mu, lekin ularda musulmonlar bilan qarshilashqudek yurak va jasorat bo'lmag'achqa, ular faqat samonning tegidan suv yurgizib, suiqasd, aldamchilik va ig'vogarchilik qilishini o'xshalaydiganligi uchun musulmonlar bilan tuzilgan kelishim va ahdu paymonlarga oshkora xiloflik qilishga jur'at qilolmay, deb ostirdan ziyon silish va suiqasd planlab, har xil hiyla nayranglarni ishiltib,
fursat topsalar dillardagi yushirin adovat zahardan chechib yuratdi va bu orqali ko'ngilni taskin topqizatdi. Bulubmu ular Bani Qaynuqa vaqasidan keyin va ularning o't quyruq katibishi Kayib ibn Ashrab yushirin o'ltirib etilgandan keyin bir oz jimiqib singan nenini yeb tinchlik yo'lini tutqa edi. Lekin Uhud urushidan keyin ularning birdilla xo'riki o'sib, ochiqdan ochiq musulmonlar bilan o'chakishga boshladi. Munofiqlar va Makkalik mushriklar bilan maxfiy aloqalashib, eg'iz burun yalashdi. Musulmonlarga qarata aksiyatchil harakatlarni tezlatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning bu qilmishlariga qarata qattiq o'zini tutib olish, sabr qilish pozitsiyasini tutgan bo'lsa-mu, lekin ular Roji va Beiri Mauna fojialaridan keyin texmo azvaylab, yuraklarini qopta qilib maydonga chiqdi. Oxir o'z putiga o'zlari palta urib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qaslab o'ltirish suiqasdini planladi. Uning tafsiloti mundaq. Yiliqi Bani Kilab qabilasini o'ltirib etilgan 2 kishining to'limi uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir qancha sahobisi bilan Bani Nazir qabilasiga iona to'plashga chiqqan edi. Musulmonlar bilan Yahudilar o'rtasida tuzilgan kelishimning ruhi bo'yicha bu to'lamdan ularga ma'lum ulush yuklanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga bu haqda gap qilibdi. Ular birdek: "Buludu, ey Abul Qosim, biz sen deganda qilamiz. Sen mushu yerda o'ltirib turg'in. Biz berib yetarlik mablag' g'amlab kelaylik" deyishdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning kelishini kutib, bir Yahudining temining tuvida o'ltirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Abu Bakri, Umar, Ali va ulardan boshqa bir qancha sahobalar roziyallohu anhumalar bilan chiqqan edi. Ular mu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga berib o'ltirishdi. Yahudilar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yinidan ayrilib o'zaro pichirlashdi. Qisqasi shayton ularga peshonasiga putilgan shaqovatli qismatni lazzatli ko'rsatgan cheg'i, oxir ular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qasdlab o'ltirish suiqasdini planladi. Ular o'zaro pichirlashib, "Birasimiz bu toshni xeyli yaqindagi bir yorg'unchoqning parchatishini ko'rsatib, ilib o'g'ziga chiqib uning bishig'ini tashlasak, uning bo'ynini sundurgan bo'lardik" deyishgaydi. Ularning eng shaqiy badbaxti bo'lgan Amru ibn Jahhash "Men qilay" deb o'tirg'a chiqdi. Bu chaqda ularga Salam ibn Mushkam, Yahudilarning biri, "Unda qilmayli, Alloh bilan qasam, bu ish hamon fosh bo'lib qoladi. Uning ustiga bu qilg'imiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan o'tirda tuzilgan kelishimni buzganlik" degaydi. Ular Salam ibn Mushkalning nasihatiga quloq solmay, o'zlarining razil maqsadiga yetmoqchi bo'lishdi. Lekin o'ylamag'an yerdan ish fosh bo'lib qoldi. Jibril alayhissalom Allohning dargohidan vahiy ilib kelib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ularning suiqasdini uqtirib qo'ydi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rnidan turgancha hech nimaga qaramay Madina tarafga yurib ketdi. Sahobalar uning keynidan yetib, "Ey Rasululloh, sen bu yerga kelib bo'libsan. Biz sening o'rningdan turganingni tuymay qopdik" degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga Yahudilarning suiqasd planlaganligini aytdi va shu hamon Muhammad ibn Salama roziyallohu anhuni avatib, "Bani Nazir Yahudilari 10 kun ichida Madinadan chiqib ketsin. Senlarning bu joyda o'ltiraqlashinglarga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. 10 kundan keyin uchirtilganning qalisi elindi" deb uqtirdi. Yahudilarmı chiqib ketmekten boshqa amal topolmay bir necha kun ko'chish tayyorligini qilib turganda, munofiqlarning katibishi Abdul ibn Ubay ularga odam avatib, "Ching turinglar, sizlar chuqum qo'llashga erisizlar. Yurt makoninglardan chiqib ketmanglar. Mening qo'l ostimda 2000 yigitim bor. Ular sizlar bilan qo'rg'onga tang kirib hayot-mamotda billa bo'ladi. Sizlar yurtinglardan surgun qilinsanglar, bizmi birga chiqib ketamiz. Sizlarni ziyon tatqizish badaliga boshqalarga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ichilsa chuqum yordam beramiz. Bani Quzayza ittifoqdoshlaridan G'atfon qabilasi va Badaviylar sizlarni qo'llaydi" deb ularga yel berib qo'ydi. Buni anglab Yahudilarning ishonchisi eshib, allaqachon so'ngan irodasiga jon kirib qoldi. Buning bilan ular jon tikib ilishishni qaror qilishdi. Yahudilarning boshlig'i Uyay ibn Axtab Abdullah ibn Ubayning qudrat qulug'iga ishinib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ochiqdan ochiq, "Biz yurt makonlarimizni sana tashlab chiqib ketmaymiz. Qo'lingdan kelganini qilgin.
biz tayyor deb xabar kirgizdi. Shak shubhisizki hozirgi vaziyat musulmonlarga nisbatan to'liq jiddiy ham xavfli edi. Chunki ularga o'z tarixidagi bundaq har tarafdan xavf-xatarning sisiq hidi purab kelayotgan bir paytda o'z raqiblari bilan qonliq tutishib qilish yaxshi oqibat keltirmaydigandek qiladi. Uning ustiga butun arablar bir tam bo'lib musulmonlarga qarshi turayotganligi va ularning da'vat fidoilarini qasdlab o'ltirganligi hammaga ayon edi. Yana kelib Bani Nazir Yahudilari lashkari kuch jihatda xilila kuchlik bo'lib, ularni taslim qilish ehtimolidan ko'p yiroq edi. Qisqasi, ularga urush o'ti ichish nurg'un avorchiliklarni keltirdi. Lekin Be'iri Ma'umana fojiasi va uning oldi keynida yuz bergan kollektiv roji voqeasiga o'xshash va shaxs payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qasdlab o'ltirish suiqasdiga o'xshashlar qaratilgan terrorlik va qasdlab o'ltirish hodislari musulmonlarning bu jinoiy qilmishlarga qarab tursa bo'lmaydiganligini uqtiratdi. Qisqasi, hozirgi vaziyat jinoyatchi unsurlardan intiqom olishning zarurligini jiddiy talab qilyotdi. Şoňa musulmonlar oqibatning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Bani Nazir Yahudilari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qasdlab o'ltirishni planlagan ekan, ular bilan tig'ma-tig' elishib, o'z payg'ambariga suiqasd qilish niyatida bo'lganlarning adab jazosini berish qaroriga keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Huyay ibn Axtabning javobini anglab, "Allohu akbar" dedi. Musulmonlarmı "Allahu akbar" deb to'g'lashdi. Ondan ular bilan naq maydonda elishib, oshkora bir taraf bo'lish uchun atlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rnida Madinada Abdullah ibn Ummu Maktum roziyallohu anhuni qoldirdi. Alamni Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhuga tutqizdi. Ondan ular yo'lga chiqib Bani Nazir mahallasiga yetib beribla Yahudilarni muhosiraga oldi. Bani Nazir Yahudilari oshkora elishishdan qo'rqib, qal'a va qo'rg'onlarga bekinib olib, musulmonlarga o'q va toshlarni etib qarshilik ko'rsatishga boshladi. Qal'a atrofiga joylashgan xurmoliq va uzumlik ularning qarshilik ko'rsatishiga qulaylik sharoit yaratib bergan bo'lg'ashqa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu xurmo va uzum tollarini kesib tashlashga buyurdi. Alloh taolo bu haqda tuvandagi oyatni nozil qildi. Ey musulmonlar, sizlar meyli Bani Nazirning xurmalarini kesinglar. Meyli uni burunqi peti o'ra qoldiringlar. Hammasiga Alloh ruxsat qiladi. Allohning bundaq ruxsat qilishi Allohning itoatidan chiquvchilarni, ya'ni yahudilarni rasvo qilish uchundir. Qur'on Karim Sura Hashir 59-sura 5-oyat. Bani Nazir Yahudilarining beshiga kun tushganda, Bani Qurayza Yahudilarimu o'zini chatga oldi. Munofiq xoin Abdullah ibn Ubaymu va G'atfonlik ittifoqdoshlarimu va'dasiga amal qilmadi. Qisqasi, hech kishi ularga yaxshilik qilish yoki yomonlikni dab'i qilishga petin olmadi. Muhasira uzunga so'zilmayla faqat 6 kun davom qilgan, ya'ni bir rivoyatda 15 kun davomlashgan deyiladi. Alloh taolo ularning dillariga qo'rqinish tashlagan cheg'i, ular o'z ichida bo'shishib, qurol tashlab taslim bo'lishga tayyor bo'ldi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga elchi avatib, "Biz Madinadan ko'chib ketimiz, urushni to'xtatsang" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga o'zini va xotin bola-chaqalarini, qurol-yaroqlardan boshqa va to'yiga ortqili bo'lgan narsa keraklarni olib chiqib ketish sharti bilan Sipil darvozasini bo'shatdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shartiga ko'nib qal'adan tushdi. Kishak, deriza, ishik jihozlarini olib chiqib ketish uchun o'zlarining uylarini o'z qo'llari bilan yiqitib buzishga boshladi. Hatto ba'zilari uylarining sinja bolalarigacha ko'tarib olishdi. Ondan xotin bola-chaqalarini olib 600 to'yga narsa keraklarni ortib Madinadan chiqib ketdi. Ularning ko'p qismi bo'libmi Hubay ibn Axtab va Salam ibn Mishkab qatorliq qattiboshlar Xaybarga ko'chdi. Bir bo'lakleri Sham, hozirgi Suriyaga qarab yo'l oldi. Ulardan faqat 2 kishi, Yamin ibn Amru va Abu Said ibn Vahabla musulmon bo'lgan bo'lib, mollarini o'z joyida saqlab qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bali Nazir Yahudilarining barliq qurol-yaroqlarini yig'ib oldi va mol-mulk, uy imoratlarini o'tkazib oldi. Natijada harbiy aslaha qatorida 50 dona savut, 50 dona mis qalpoq
ve 340 tane neyzi kılıç kolgu düştü. Bəni Nəzir Yahudilərdən tartıb alınğan mallar, yer, zemin və öy imarətlərinin hamısı məxsus Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin iqtidarçılığında oldu. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm onu özü xalab ixtiyari halda təsərrüf qıldı. O mallardan 5-dən birini ayırış ketmedi. Çünki Allah Taala o mallarını Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə mehnatsiz ata qılğan idi. O mallar üçün musulmanların at çaptırış və neyzi tutub ilişiş hacət bulmadı. Şoňa Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm o mallarını Mədinəyə ən burun köçüb gələn muhacirlərə məxsus bölüb berdi. Faqat ensarlardan ikila kişi Əbu Ducana və Səhil ibn Hunayfə raziyallahu anhumalarının alayda qiyinçılığı bolğaşqa bularğımı berdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Bəni Nəzir mallarının yıllık məxsulat kirimidən öz ailesi üçün bir yıl yetküdək miqdarda ayrılıb alğandan keyin qalğan qismini qural yaraq və at ulaq çıxımığa işlətdi. Bəni Nəzir uruşu Hicriyanın 4-cü ili Rəbbiyül əvvəldə miladiyə 625-ci il 8-ci ayda ilib verildi. Allah Taala bu uruş haqqında Surə Həşrni bir bütün nazil qıldı. Bu surədə Yahudilərdən Mədinədən qovulub çıxırılğanlıq vəqəsi nəhayət canlıq təsvirləndi. Bu surə yenə münafıqların əbdi bəşirsini içib taşlab, onlarını rəsvayı cahan qıldı. G'animet ve olcularını başkuruş tüzümünü ornattı. Muhacir ve ensarlarının cesaret ve şicaetiga apırın okudu. Allah Taala ahırda mümin musulmanlarga taqvadarlıqni lazım tutuşni ve ahiret üçün yaxşı tayyorlik qilishni tavsiya qilgandan keyin sözünü özüge medhiye okuş ve güzel isim sübetlerini bayan qilish bilan ahirlashtirdi. Şoňa İbni Abbas raziyallahu anhu Surə Həşrni Surə Bəni Nəzir deb ataytdı. Şunda qilib bu qitimliq kitap oquşimiz muş yerga yetib boldi. Kela qitim görüşeyli, xeyri xoş, Allahqa amanet. Assalamu alaykum, tordagi barliq kitap anlıqçı dostlar. Biz Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləmnin tərcümə yazılğan Şirin Bulaq degan kitapni oquşni davamlaşdırıyatımız. Aldın qismda Uhud urushidan keyin düşman kuchlarning qaytadan kuchga kelib, musulmonlarni qasdlaganligi va uningga qarshi payg'ambarimizning unumli harakatlarda bo'lganliklarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Najdi jangi. Musulmonlarning bu qitimqi Bani Nazir urushida ortiqcha bedel to'lamayla qo'lga keltirgan g'alabasi orqali ularning Madinadagi siyosiy o'rni texmi mustahkamlandi. Munofiqlar oshkora gap yo'rg'ilatish va ig'vogarchilik qilish jinoiy harakatlaridan vaqtincha to'xtadi. Uhud urushidan keyin musulmonlarga qarshi harakatda bo'lgan, hatto islom da'vati fidoilariga razil vositalarni qo'llanib, nomussizlarcha qasdlab o'ldirgan, shuningdek yuragini qopda qilib Madinaga hujum qilish ham xiyolida yurgan ashu arab badaviy qaroqchi o'g'rilarining adabini berish fursati endi pishib yetilgan edi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm aşu qara yüz aldamçıların ədəbini berişə atlanış aldıda durğanda, G'atfan qəbiləsinin Bəni Muharib, yəni Bəni Sualəbə aymaqlarından bir top qaraqçı bədəvilər toplanıb Mədinəyə hücum qilish qoyda buluyatqanlıq xəbəri yetib gəldi. Şoňa Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm dərhal hərəkətlənib bu qara qursaq tombaylarının yolsuz qılmışlarının qayta təkrarlanmaslığı üçün Necdi səhrasını aralab at çaptırıb tazdaş ilib berib, ularning diliga qo'rqunuş silib qo'yib kelməkçi boldi. Tağ qırlarida və çöl cəzirlərdə qaraqçılıq və bulangçılıqqa adətlenib ketken bu yavayilar musulmonlarning atlarının kişnigen avazını anlapla qorqub yürüki qıpıdan çıxdı. Tağ qırları və ekin zarlarga mükünüb panahlanıb aldı. Bu arqalıq musulmonlar Mədinəyə paragandichilik silish ehtimoli bo'lgan ashu qabillarga tanbih berdi va ularning his tuyg'ulariga vahima qurishlarini chechib qo'yib, tabriqchilikning yomon oqibatiga ogohlantirish signali bergandan keyin aman eson Mədinəyə qaytdi. Salnamichilar və tarixshunoslar musulmonlarning Hicriyaning 4-cü ili Rabiul Sanni yoki Jamadiyul avvalda mushi maqsad, ya'ni qaraqchi va bulangchi badavilarning adabini berish maqsadida Najdi tarafda ilib borgan yana bir urushni tilga elishidi va bu urushni
Zattu-Riaqi urushi deb atışıdı. Durus. Mush mezgilde ma'lum bir urushning ilib berilganligi aniq. Buningda shak shubha yo'q. Buni Madinaning shu vaqtdagi siyosiy vaziyati haqiqatan taqozo qiladi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Uhud urushi oxirlashganda Abu Sufyan bilan Badrda uchrashishga va'dalashgan vaqt yaqinlab qolgan edi. Bundaq ahvolda Madina atrofi rayonlaridagi badaviy qaroqchilarning xo'riki o'suk va parakandichilik silish ehtimolligi yuqori holatda qo'yitib, Madinani odamsiz tashlab qo'yish, mushundaq cho'ng urushga chiqib ketish urush davri harbiy strategiyasiga qat'iy uyg'un kelmaydi. Balki texi Badr sahnasida ilgirki har qandaq chog'dagidimi teximi zo'r va dahshatli urush bo'lish ehtimoli bo'lgan bundaq cho'ng lashkariy yurishga otlanish oldida ularning hayvisini yerga urib vaziyatni muqimlashtirish to'liq zarur edi albatta. Ikkinchi qitimliq Badr urushi. Musulmonlar atrofdagi qaroqchi va bo'langchi badaviy banditlarning hayvisini yerga urib ularning parakandichilik silish harakatlarini cheklagandan keyin cho'ng dushmani bilan bo'ladigan urushga tayyorlik qilishga kirishib ketdi. Yangi yil kirib, Quraysh taraf bilan oldingi yil Uhud urushida tutishgan muddat kun sayin yaqinlab kelmoqda edi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar uchun aytganda kelishimga asosan Abu Sufyanning oldiga chiqib, urush chaqmog'ini qayta yondirib, ikki tarafdan yo'li eng to'g'ri, hayot sahnasida boqiy turishga eng loyiq biriga rahbarlik huquqi o'tganga qadar bir izda qanoatlanib to'xtab qolmaslik to'liq o'rinliq edi. Shuningga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hijriyaning 4-yili Sha'ban oyi, ya'ni 626-yili 1-oyda o'zining va'dasiga asosan 1500 kishilik qo'shin bilan Badrga qarab yo'l oldi. Qo'shinda faqat 10 otliq askar bor edi. Alamni Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu ko'tirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rnida Madinada Abdullah ibn Ravaha roziyallohu anhuni qoldirib, qo'shinni boshlab Badrga yetib berib, mushriklarning yetib kelishini kutib turdi. Ammo Abu Sufyan Makka mushriklaridan 2000 askarni agashtirib, ularning ichida 50 otliq bor edi. Chiqib Makkadan bir kunlik yiroqlikdagi Marizahron da Majinna deb atalgan bir suv bo'yiga tushdi. Abu Sufyan Makkadan bo'lg'ashqa yo'lga chiqqandan beri musulmonlar bilan urushsaq oqibat qanday bo'lar degan masala ustida o'ylanib, go'yo jazo maydoniga yalab ilib ketilayotgan asrda tinch, qo'rqinish bisib, bir xil vahima bilan jug'uldab titraydi. U Mazrahronga tushgandan keyin texmo andishiga petib kayfiyati yomonlashdi va irodasi bo'shab bir amal qilib qaytishning chorasini izladi. Shu u odamlariga: "Ey Quraysh jamoasi, urush deganni ma'murchilik va mo'lchilik yillarda qiladigan ish edi. U chaqda ot to'gilarni yoylatib, sut qaymoqlarni ichib, ruhliq jang qilg'ili bo'ladi. Bu yil biz bilan qerishgandek qahatchilik, qurg'oqchilik yil bo'lib qoldi. Men mushu yerdan qaysaqmikin deyman" dedi. Ahvoldan qaraganda qo'shin a'zolaridami qo'rqinish va vahima asir qilib bo'lgandek qiladi. Chunki Abu Sufyanning hiliqi nutqi barliq mushriklarga qeri kalaga pichoq xo'sh yoqqandek yiqib ketdi. Ular Abu Sufyanning ashu fikri bilanla qaytib ketishdi. Hech qanday qarshi sado yoki urushish qizg'inligi o'tirg'a chiqmadi. Ammo musulmonlar taraf Badrda 8 kun turib, dushmanning yetib kelishini kutdi. Shu jarayonda tijorat uchun birga elib olgan mollarini setib, ko'p foyda elib, ular 1 dirhamlik molni oz bo'lganda 2 dirhamga sotgan edi. Ondan Madinaga qaytdi. Ular bu qitimqi harakat orqali ahvol sezilgan hamon harakatga o'tish, bosh ko'targan hamon qo'l silishdek siyosiy ustunlikni qo'lga keltirdi. Kishilarning qalbidagi shon-shavkati mazmut bekidi va vaziyatning kontrol qilishda mudofaada turishdan hujumga o'tish darajasiga taraqqiy qildi. Bu urush tarixda Badr kelishimi urushi yoki 2 Badr urushi va Badr kichik urushi degan nomlar bilan ataldi. Dumatul Jandal urushi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badrdan qaytib kelib,
Bu çağda Mədinə və onun ətrafındakı rayonlarda tinchlik və muqimlik mustahkamlanıb, bütün təbəəlik xotirjam bo'ldi. Bunun bilan Peyğəmbər sallallohu alayhi və sallamga Ərəb zimini chegarasining eng yiroq chet joylarigacha qo'shin tortib berib, musulmonlarning vaziyatini texmi cho'nqurlab kontrol qilib, islom da'vati uchun yaxshi muhit yaratish va uni yaqin atrofdagi do'st dushmanlarning hammasiga uqtirib qo'yishga obdan fursat yaratildi. U Bədirdən qaytib kelib, Mədinədə 6 ay turğandan keyin Dumatul Jandal Şamğa yaqin joy. Ətrafidagi qabilalar yo'lni to'sib, o'tgan kashkanlarni bulab-talab, yo'lovchilarga jafo saptu va yana Madinaga yurish qilish maqsadiga jiddiy kuch to'plab o'tibdi degan xabar yetib keldi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rnida Madinada Siboi ibn Arqatatul G'ifari raziyallohu anhuni qoldirib, Hijriyaning 5-yili Rabbiyul Avvalning 25 kuni musulmonlarning 1000 kishi bilan yo'lga chiqdi va Bani Uzra qabilasidan Madkur ismli bir kishini yo'l boshlovchilikqa elib oldi. Qo'shin dushmanga tuyuqsiz zarba berish uchun kunduzi yo'shurun, kechasi yo'l yurib, bir chaqda ularning tavalligiga yiqilib beribdi. Ulardan hech kishi ko'zga chiliqmadi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning chorva mollariga va qo'ychi padishlariga hujum qildi. Ularning ba'zisi qo'lga tushdi, ba'zisi qochib ketdi. Dumatul Jandal aholisi musulmonlarning kelganini anglab, taraf-tarafga tikib etishga edi. Musulmonlar ularning manziliga yetib borganda, ularning qarasimi ko'rinmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u yerda bir qancha kun turib, taraf-tarafga chorlug'uvchilarni avitib va orqama-orqa qo'shinlarni chiqarib, oqtirib ko'rgan bo'lsa-mu, birmu odam chiqmadi. Shuning bilan u Madinaga qaytdi. Qaytish safarida u yana Ibn Hisni bilan munosabatli kelishimlarni imzolashdi. Dumatul Jandal Sham chegarasi bo'yiga joylashgan mashhur qadimiy o'tang bo'lib, bu yer bilan Damashq, Sham poytaxtining oralig'i 15 kunlik musofa edi. Madina bilan bo'lgan oralig'imi o'xshashla 15 kunlik musofa keladi. Xo'sh, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana mushundaq tez ham jiddiy lashkari yurishlarni qo'zg'ash va mana mushundaq dona ham puxta tadbirlarni qo'llanish orqali rayon tavalligining tinch va muqim bo'lishini, vaziyatni idora qilib, davr chaqining musulmonlarning manfaatiga uyg'un aylanishini hamda mushu bir yil mobaynida musulmonlarni orqa-orqadan talofatga uchirtib, har tarafdan iskanjaga elib olgan ichki tashqi qiyinchiliklarni zo'r darajada yeniklatishdak natija va muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Alayli, ayni vaqtda tipirlashib ketgan munofiqlar amdilikda birdilla jimiqib yavaşlashib qoldi. Yahudilarning bir qabilasini, ya'ni Bani Nazirni surgun qilish ishi muvaffaqiyatli tamomlanadi. Yana biri, ya'ni Bani Qurayza yahudlari qo'shindorchilik haqqiga va munosabatli kelishim ahdu paymonlarga vafo qildiganliklarini bildirishib, xeyla tuzilib qoldi. Qiraqchi, bulangchi badaviylarmi tinchidi. Hatto eng cho'ng dushman Quraysh doiralarimi musulmonlarni hujum qilishdan yaltaydi. Hatto eng cho'ng dushman Quraysh doiralarimi musulmonlarga hujum qilishdan yaltaydi. Demak, musulmonlarga islom da'vatini qanot yaydirishga muvofiq shart-sharoit hozirlandi. Ahzob urushi. Ahzobning ma'nosi ko'p qabila ittifoqdosh qo'shini. Aldınqı bir yildan ko'proq vaqtdan beri ilib berilgan lashkari harakatlarda qo'llanilgan moddiy va ma'naviy chora tadbirlar orqali yerim orolning vaziyati xili obdan tinchlanib qolgan edi. Aminlik va xotirjamlik asosiy jihatdan ustunlikni egallagan edi. Afsuski, o'z tarixining batlarini aldamchilik, suiqasd, xiyonat, buzg'unchilik, ig'vogarchilik va makkor qizzoblik qora dog'lari bilan bo'yivatgan ashu yahudilar ozg'unlik uyqusin yanala uyg'onmadi. Ularga yaxshilik yarashmadi. Ular aldamchilik va suiqasd qilish sababidan tortgan azob oqibatlaridan achchiq savoq va ibratmi olmadi. Natijada ular bo'libmi Bani Nazir yahudilarining katta boshlari Xaybarga ko'chib borgandan keyin musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida bo'layotgan jiddiy to'qinishlarning natijasiga to'rt ko'z bilan tikilib turdi. Davr iqimi musulmonlarning manfaatiga qarab yuzlanib,
Ularning siyosiy nüfus dairəsi kun sayın kengəyishkə və hakimiyyət asası barğansırı puxtalanışqa başlayıbdı. Ular həsəd qumdallarında dümlənib, zəhər qoqaslarına kömülgəndək buluşub ketişdi. Ular musulmonlarga qarata yangi başdan başqacha bir xil suiqasd planlashqa kirishdi hamda ularni talto'kis yo'qotadigan cho'ng bir hujumga tayyorlik ko'rishga kirishib ketdi. Yahudilar əmdi musulmonlar bilan bevosita qarshilashqa madori yetmaydigan bo'lg'ashqa, ashu razil maqsadi uchun ajoyib qo'rqinchliq va ajoyib qabih mundaq bir planni tuzib chiqdi. Xaybarlik Yahudilarning katta boshlari va Bani Nazir kattalaridan bo'lib 20 dak odam bir o'mak sifatida tashkillanib Makkaga bordi. Ular Makka mushriklerini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarshi urush qo'zg'ashga chaqirdi va ular bilan siyosiy do'stlik va hamkorlik o'rnatib, o'zlari bevosita jangga qatnashadiganligi to'g'risida va'da qildi. Quraysh taraf darhol ma'qul bo'ldi. O'tgan yili Badrda uchirish va'dasida xiloflik qilgan Quraysh doiralari bu qitimqi zarbada ko'proq rol o'ynash orqali u chog'da daxliga uchirgan or nomusini oqlamoqchi bo'ldi. Ömək a'zolari Quraysh doiralarini indak keltirib bo'lgandan keyin Udul G'atfon qabilasiga berib, ularni mushu nishonga undigan edi. G'atfon taraf xo'shallik bilan qabul qildi. Andin bu ömək mushu atrofdagi arab qabilalari orasida taraf-tarafga chepib, yuqori tövan qatirab yurib, musulmonlarga qarshi jamoat fikri to'pladi. Qisqasi, mana mushunda xeyli nayranglar bilan Yahudi siyosiy yo'llari va qo'mondan amaldorlari kufri kuchlarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarshi birlashtirib, tashkillashda muvaffaqiyat qozondi. Uzoq o'tmay har qaysi taraf va'dasiga asosan Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Quraysh va Kanana qabilalari hamda ularning ittifoqdoshlari bo'lib 4000 kishi Abu Sufyanning qo'mondonligida janubdan shimolga qarab atlandi. Ular Marizahronga kelganda Bani Sulaym qabilasi qo'shildi. Sharqdan G'atfon qabilalaridan Bani Fazora, Uyayna ibn Hisni boshlig'ida Bani Murra, Haris ibn Avf boshchiligida va Bani Ashja'a qatorliq jamoat va aymoqlar Mis'ar ibn Rahila boshchiligida g'arbga qarab mangdi. Shuningdek Bani Asad va boshqalarmi qo'shildi. Shunda qilib har qaysi qabila va aymoqlarning qo'shinlari to'p-to'p bo'lib belgilangan muddat ichida Madinaga qarab yo'l oldi. Amdiki ish Madinada qilgan edi. Bir qancha kundan keyin Madina aholisining cho'ng-kichik ayol qari yosh umumiy sonidan 3 hassa ishib ketadigan 12 mingdan ortiq shu davrga nisbatan nihoyat zo'r qurolli qo'shin Madina atrofida qora chumilar kabi mig'ildab paydo bo'ladi. Navoda bu birlashma qo'shin Madinaga biroqla hujum qilib kirdigan bo'lsa, musulmonlarning bu yerdagi mavjudiyatiga mo'lcharligidan ko'p xavf-xatar keltiradi va ularning cho'ng-kichik qari yosh hamsi qirg'in qilinib, yurt makon va bog' vorollari talto'kis xonavayron qilinishi ehtimolga nihoyat yaqin edi. Ammo Madinaning rahbarlik qatlami saga kam, Iroqni ko'ra rahbarlik bo'lib, o'zining yumron o'yga bormoqlari bilan dushmanning tomirini vaqtida tutib, kasalga to'g'ri diagnoz qo'yib, vaziyatni oldin mo'lcharlab, atrofni diqqat bilan kuzatib turibdi. Shunga bu jaholat shaykalari o'z makonlaridan texi qo'zg'almasda, Madina rahbarligi allaqachon o'z xabarchilari orqali bu mislsiz xavf-xatar to'g'riliq jiddiy ma'lumot topshirib olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol katta sahobalarni yig'ib lashkariy kengash qildi. Kengashda qanday qilganda Madinani dushmanning hujumidan qo'g'dab qolg'ili bo'ladi degan masala ustida sahobalar bilan kengashdi. Natijada sahobalar bilan rahbarlik qatlami o'ttirisida jiddiy va qizg'in g'ulg'ula bo'lib o'tgandan keyin katta sahoba Salman Farisi roziyallohu anhu o'ttirga qo'ygan chora-tadbirlar to'g'ri tepildi. U mundoq degan edi: "Ey Rasululloh, biz Eronda mubodo dushmanning muhosirasida qolgudek bo'lsak, orqa xandak, okub qo'lib olatdiq. Mushu yerni bu shundoq qilayli." Salman Farisi raziyallohu anhu o'tirib qo'ygan bu plan arablar buningdan ilgari ko'rib boqmagan nihoyat amaliy tadbir loyiha bo'lgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushu taktikani qo'llanishni qabul topdi-da, darhol tutush qilib har 10 odamga 40 gaz taxminan
30 metrdek xandak kolashni o'rinlashtirdi. Musulmonlar qo'l-qo'lcha nihoyat qizg'in kayfiyat bilan xandak kolashga kirishib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga ilhom va madad berib, ularning xandak kolash ishiga boshdan oxir o'zi bevosita qatnashdi. Sahihul Buxorida bayon qilingan bir hadisda Sahil ibn Said roziyallohu anhuning mundaq deganligi bayon qilingan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan xandakda kecha kunduz billa bo'latdik. Ba'zilar xandak kolisa biz to'pisini yudib to'shiydik. Bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: "Ey Alloh, oxirat hayoti hayot, muhojir ansarga qilg'in iltifot." Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har kuni tong saharda xandak qo'llanayotgan yerga chiqadi va muhojir ansarlarning birlikda saharning qahriton so'goqlariga qaramay jiddiy xandak qo'llayotganligini ko'radi. Ularning yordamlashilgan qul chakri yoki madikari yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning ochliq dard alimi ustiga emgak azobi tortayotganligini ko'rib, "Ey Alloh, oxirat hayoti hayot, muhojir ansarga qilg'in iltifot" degaydi sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Bizga bay'at qilgan mard Muhammad sallallohu alayhi va sallam ga urushqa hur aqida bosh uchun yo sharaflik mamotqa deb javob qaytardi. Yani Sahihul Buxorida Barroi ibn Azib raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xandakdan to'pa to'shib, hatto uning muborak tallari to'pachanglar bilan bulg'unib ketganligini ko'rdim. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'krak qismida quyuq tuklar bor edi. Men uning to'pa to'shib etib, Abdullah ibn Rafaha roziyallohu anhuning bunu she'rini mungliq ohangda o'qiyotganligini angladim. Rabbimiz sen bo'lmasang tapmas iduq hidoyat, bilmas iduq nimadur zakat, namoz, ro'za, ibodat. Ata qilg'in bizlarga xotirjamlik, saodat, ilishqanda yov bilan savr, subat, jasorat. Bo'za qildi mushriklar tutib bizga adovat, dinimizdan yondursa qilmasmiz hech itoat." U ana mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqorqi she'rining "Bo'za qildi mushriklar tutib bizga adovat, dinimizdan yondursa qilmasmiz hech itoat" degan oxirgi misrallarini nihoyat mungliq ohangda eng yuqori pallaga ko'taradi. Musulmonlar mushundaq chabdaslik va jo'shqin ruh bilan ishlaydi. Vaholanki ular shu holatida qattiq ochliq azobini tortiyotadi. Anas roziyallohu anhu mundaq degan: "Xandak qo'lg'uvchilarga biror changal arpa keltirilib, buzilgan yog' bilan tamoq etib qo'yiladi-da, ularning qursiqi to'limi och bo'lganlikdan uni tetimay yutib yetadi. Halbuki hiliqi taomning badbo'y hidi kishini bizar qiladi." Abu Talha roziyallohu anhu mundaq degan: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ochliq dardini shikoyat qilib qursiqimizga tengib olgan birdan toshni ichib ko'rsatgan edik. U qursiqini ichib ikki toshni qo'shlab tengib olganligini ko'rsatdi." Xandak qo'llash jarayonida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning barhaq rost payg'ambarligini isbotlaydigan bir qancha mo'jiza va alomatlar ko'rilgan. Jabir ibn Abdullah roziyallohu anhu bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning chiroyida ochliq alomatlarini ko'rib, darhol uyiga berib bir paxlanni so'ygan va ayoliga buyurib, bir soa, taxminan 2 kilogramm arpani yorg'unchoq bilan azdirgan. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga berib, sahobalardan bir qanchaylarni ilib, uning uyiga berib kelishni astag'ina aytgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xandak qo'llayotganlarning hammasiga e'lon qilib, cho'ng kichik hammaylarni ilib borgan. Ular mingdak odam bo'lgan. Ular bu tamoqdan tanavul qilishib qursaqlari to'ygan, lekin go'sht qosni asli peti pistiqlab qaynavergan. Qochidagi arpa xamirimu 1000 kishiga non qilinib bo'lgandan keyin
yanıla əslidikidən köp azaymagan. Nuayman ibn Bəşir raziyallahu anhu'nun hemşirisi, adisi və qeyrinişinin qızalınışı üçün quru xorma ilib kelgan. O Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin yenidən ötkəndə, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm onundan xormini sorğan və onu mataraq üstüge taşlap çiçib xəndək əhlini çağırğan. Ular kelib xormadan yeyishki başlagan, lekin xorma dastıxanda köpəyib avupla turğan, hətta xəndək qolavatqanlarının həmmisi tuyub qaytqan. Halbuki hiliqi xorma dastıxan ətrafıda çeçilib turğan. İbn İshaq rahimullah Salman Farisi raziyallahu anhu'dan mundaq bir hədisini nəql qılıdı. Mədinənin şimal tərəfindən başqa həmmə tərəfini oңğul-doңğul taşlıqlar, tağlar, bostallıq və xurmuzarlıqlar orab turğan bolğaşqa, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm goya yetişkən hərbi alimdək bundaq zor qoşunun Mədinəyə biraqla hücum qılıb bastırıb kirəlishi faqat şimali tərəfdilla mümkün deganni pərəz qılğan idi. Şuna o xəndəkni Mədinənin şimal qismiga qolashni bekitgan idi. Musulmonlar xəndək qezish ishini nihoyatda jiddiy ilib bordi. Ular bütün bir kun to'poq qezib, tushib, kech kirganda ondan uylariga qaytadi. Shunda qilib ashu mislsiz zo'r qo'shin Madina tavasiga qadam bosqicha xandak qurilishi aslidagi talab bo'yicha putib chiqdi. Dal shu kunlarda Quraysh doiralari 4000 kishilik mushrik qo'shinni boshlab kelib, Zioba bilan Jarif oralig'idagi Ravma degan joyning sel suvlari yig'iladigan ko'lchiki bo'yiga tushdi. G'atfon va ularning tava qabillardan 6000 mushrik Najdi tarafdan saldak iqib kelib, Uhud tog'i tavasidagi Niqma quyruqi degan yerga o'rinlashdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm musulmonlardan 3000 kishi bilan chiqib, Sal'i tog'i bag'riga tushib mudofiyada turdi. Xandak akobi Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bilan düşman o'ttirsini ayirib turadi. Ularning jang marshi düşman hamon mag'lub bo'ludi edi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm öz o'rinda Madinada Abdullah ibn Ummu Maktum raziyallahu anhuni qoldirib, ayollar va bolalarni shahar qal'asiga kirgizib o'tishni buyurgan edi. Mushriklar Madinaga bostirib kirmoqchi bo'lib devaylab kelishibdi. Tüp-tüzem tik ketgan xandak akopi go'yo kelganni sho'rab ketadigandek surlik ejdahodek og'zini cho'ng ichib turgan holatda ko'rindi. Shuning bilan ular musulmonlarni muhosirga ilib yanmoqdan boshqa amal topolmadi. Chunki ular o'z makonlaridan yo'lga chiqqanda bu xil jang taktikasiga qarata tayyorliqsiz chiqqan edi. Bundaq jang taktikasini arablar buningdan ilgari ko'rib boqmag'achqa, uning chora tadbirlarini jang hisobiga kirgizmagan edi. Ular xandakdan bosib o'tmoqchi bo'lib, ojiz halqalarni paylab, xandak bo'yida ot choptirishga boshladi. Musulmonlar ularning harakat nishonini diqqat bilan kuzatib, qaysi tarafga ot choptirsa shu tarafga yetib berib, mushriklarning xandakdan o'tib ketmasligi yoki xandakka to'pa to'shqizib yo'l yasab olmasligi uchun qor yomg'irdak o'q yog'dirib, ularni xandak leviga yaqin keltirmadi. Oxiri Quraysh chavandozlaridan bir bo'laklar muhosira natijasini jimjitlik bilan kutib turishni xohlamagan jig'i, chunki ishlarning o'zicha hal bo'lishini kutish qo'rqinchoq to'xu yuraklarning ishi edi. Bir turkum talabalar ot choptirib yig'ilishishga boshladi. Ularning ichida Amru ibn Abduvud, Ikrama ibn Abi Jahil va Ziror ibn Xattob qatorliq botir palvonlarmi bor edi. Ular xandakning sal tarroq qezilgan bir yeriga otlarini choptirib kelib, sakirtib o'tkizib, Sal'i teg'i bilan xandak oralig'idagi tuzanglikda ot choptirib kuch ko'rsatishga boshladi. Bu chaqda ularga qarshi Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu musulmonlardan bir qancha azimatni boshlab chiqib, ularni har tarafdan qo'rshab, oxir o'zlari ot sakirtib o'tgan tor nuqtaga qislab opardi. Bu yerda mushriklar tarafdan Amru ibn Abduvud musulmonlarga yakma-yak elishish talabini qo'ygan edi. Uningga qarshi Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu maydonga tushib, Amruning o'g'isini qaytadigan bir gapni qildi. Shuning bilan u itidan sakrab tushib qilichini qindin sug'arganicha otning puti va bo'ynini chipib uzib etdi. Chunki Amru qo'yashlar ichida eng jasur palvon hisoblanadi. Ondan Ali raziyallohu anhuga peshvo etib qilichlashdi. Oxir Ali raziyallohu anhu raqibiga qilich urib yiqitdi. Boshqalar chekingan peti qechib xandakka o'zini etishdi. Ularning qo'rqinchi shu darajaga yetdiki,
bas serkarda Ikrama ibn Abu Jahil Amru ibn Abduvududning qalisining do'malab ketganligini ko'rib, nayzisini ilib olishga ulgurmay qechib o'zini Xandakka otdi. Mushriklar muhasirasini rosa kuchaytgan ashu kunlarda Xandakdan bosib o'tish yoki to'pa to'shqizib yo'l yasashga ko'p qitim urinib ko'rdi. Lekin musulmonlarmu bo'sh kelmay bahodirlarcha kurash qilib, ularga qor yomg'irdak o'q yog'dirib va qarshilik ko'rsatib, oxir ularni maqsadiga yetkazmadi. Mushundaq jiddiy va keskin jang bilan mashg'ul bo'lib ketganlikdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning va boshqa musulmonlarning bir qancha vaqt namozi qazo bo'lib ketdi. Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimda Jabir radhiyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: Xandak urushi kuni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, Quraysh mushriklarini tillab ketdi va: "Ey Rasululloh, men ular bilan bo'lib ketib, texcha namoz o'qiy olmadim. Vaholanki kun petib ketgili tasli qapti" degan edi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. "Menmu ham texcha o'qiy olmadim" dedi. Shuning bilan biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birlikda tövanga tushib tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahorat oldi. Ondan asr namozini o'qidi. Uningga ulabla namoz shamni o'qidi. Bu chaqda allapurun kun petib bo'lgan edi. Bu namazlarning qazo bo'lib ketganligiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ko'ngli nihoyat bearam bo'ldi. Hatto u namoz o'qishdan mahrum qo'ygan mushriklarga duoibat qildi. Sahih Buxorida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan naql qilingan hadisda mundaq deyilgan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xandak urushi kuni Allah mushriklarning uy imoratlari va go'r qabrlarini o'tqa to'shqizvasin. Ular bizni toki kun patqanga qadar Salatul Vustadın mahrum qildi dedi. İmam Ahmad va İmam Shafiy rahimahullarning Musnad degan kitoblarida mushriklar shu kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni peshin, asr, sham va xuftan namozlaridan to'sib qo'ygan. Shunga u bu namozlarni bir yo'lila o'qigan deyilgan. Shunda qilib bu qitimli kitob o'qishimiz mushtarakachi bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.